Xayrli kech hammaga. Meni ismim Atamatov Kamoliddin. Faoliyatim davomida ishlab chiqarish sohalarida ham ishlab kelganmiz. Bundan keyin onlayn savdoni rivojlantirishga qaratyapmiz. Ya'ni nima sabab bo'lyapti bunga? Savdolarimiz tushib ketishi sabab bo'ldi. Onlayn savdoga kirib kelishimga. Sekin-sekin Instagram, Telegram orqali savdolarni yuritib boshlaganimizdan keyin biz sekin-sekin marketplace'larga o'tishni boshladik. Ya'ni marketplace'larda, ya'ni sizlar o'ylagandek bu uzun emas. Boshqa yangi ochilayotgan o'sha Amazon yoki Wildberries, Yandex, yana Uber shunga o'xshagan platformalarda onlayn savdomizni amalga oshirib kelyapmiz. O'zim bolalar kiyimini ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelishimga qaramasdan boshqa sohalarda ham marketplace'larda savdo qilishga harakat qilib ko'rdik biza. Boshqa yo'nalishda shunga o'xshash mana bolalar yo'nalish bo'yicha mana shunaqa detskiy, mana shunaqa divanchalarni ham biza sotuvini amalga oshirdik. O'yinchoqlar, texnikalar, chinni bozor, har xil yo'nalish bo'yicha savdoni qilib ko'rdik. Baribir shu detskiy sohasidan chiqib kelganim, shu bolalar kiyim sohasidan chiqib kelganim uchun shu yo'nalishda qolib ketdim. Demoqchiman, boshqa yo'nalishlarda ham savdoni qilib kelyapmiz. Eng katta fokusimizni bolalar kiyimiga qaratyapmiz. Ya'ni o'sha platformalarda savdomizni amalga oshirib kelyapmiz. Instagramchi nima bo'ldi desanglar, Instagramni to'xtatganimiz yo'q. Instagramda ham o'zimizning savdolarimizni yuritib kelyapmiz. Hozir Instagramda ham oddiy xonada onlaynga savdomiz bor. Boshqa rayonlarda ham bolalar kiyim bo'yicha filiallarimiz bor. Yashin Kids. Xo'p, bundan buyog'iga maqsad nima? Sizlarga marketplace'larda bo'layotgan savdolarimizni yoritib borish. Ya'ni shu Kamoliddin Atamatov Yashin Kids brendi ostida. Bizani kuzatib turinglar. Sizlarga bundan keyin savdolarni, kunlik nechta pul oborot hammasini yoritib boramiz.